Do'stlar, qanday qilib bir kunda 2-3 zakazga ulgurib, uyda ishlarni ham qilishni hozir o'rgatamiz sizlarga. Рабочий kiyimimizni kiyib olamiz. Albatta futbolka uchiklangan bo'lishi kerak. Duxichalarni sepib, o'zimizga uvereni bo'lib, birinchi o'rinda kiyimlarni yig'ishtirishdan boshlaymiz. Qurigan toza kiyimlarni постельный belyonlardan almashtirib, kravat ustiga qo'yib qo'ydim, чтобы klient o'zi joy-joyiga qo'yishi uchun. Kiyilgan, sochilib yotgan kiyimlarni esa bitta stopchkaga chiroyli qilib yig'ib qo'ydim. Divanda ustidagi adyalarni qoqib, yostiqchalarni ham yaxshilab abjag'ini chiqarib, changlarini chiqarib, qoqib, joyiga chiroyli qilib taxlab qo'yamiz. Постельный belyonni mashinkaga загрузка qilib qo'yamiz. U orada посудомоечный mashinkaga hamma idishlarni joylashtirib tashladim. Stolning ustida musoriga, shunaqa stulchiklarning ustidagi podushkalarni olib, yaxshilab qoqib, dorilarni dori qutilariga qo'yaman. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib, o'sha porядкаdan boshlanadi uyda uborkasi. Обязательно men nasatkani qo'yib, shunaqa kravat ustidagi hamma joydagi changlarni olib chiqaman birinchi. Tak, men hozir nima qildim? Kiyimlarni hammasini joy-joyiga qo'ydim, postellarni almashtirdim. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib, siljitadigan narsalarni siljitdimda, tagini artib qo'ydim. Menda hozir qoldi faqat ko'rinadigan joylarda changini artish va ko'rinadigan joylarda polni artish qoldi. O'yinchoqlarni hammasini shu konteynerning ichiga solib, konteynerlar tagini yaxshilab artib, chiroyli qilib joylashtirib qo'ydim, akkuratni qilib. Pardalarda tekislab to'g'rilab olamizda, birinchi shunaqa shilta qilib pollarni yuvamiz. Albatta divanlarda tagidagi changlarni ham olib chiqish kerak. Ichimda kimdir, shu divanning tagidagi changni kim ko'rib boryapti deganda, yo'q, vijdonim barib qo'ymadi. Voyxonani yaltirashiga necha o'zimni maqtab qo'ydim. Mana shunaqa ajib-bujib bo'lib yotgan oyoq kiyimlarni hammasini otib, plyusos qilib, konteynerchalarni chiroyli qilib artib, oyoq kiyimlarni akkuratni qilib taxlab qo'ydim. Mana shunaqa polochkangiz bo'lsa, har doim bo'yma-bo'y akkuratni qilib taxlab chiqing. O'shalar ham uyga chiroyli vid beradi. Tak, koridorda nima qildim? Birinchi hamma narsani joylashtirib, oynalarni artib, changlarni artib, pollarni yuvib tashladim. Sanuzilda обязательно hamma narsani olamiz, pishat qilmasligi uchun yaxshilab yuvib, yaltiratib, quruqlatadilar, artamiz. Va yana bo'yma-bo'y hammasini taxlab chiqamiz. Musirdichi har doim toza turishi kerak, qizlar. Bir kunda bir marta bo'lsa ham artish kerak, chunki dabdalasi chiqib, sarg'ayib qotib qoladi moylari, qaramasalaring. Vau, qizlar, rezultatga qaranglar. Uyni tartibli bo'lib turishining eng asosiy qonuni shuki, hamma narsani joy-joyiga qo'yib berish kerak. Dorini doriga, salchalarim sizlar uyda yig'ishtirganda birinchi ishni nimadan boshlaysizlar, kommentariyada fikringlarni kutaman. Yoqamsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.